Bu video til o'rganayotgan va endi til o'rganmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Assalomu alaykum. Ismim Sanjarbek. Xotirani rivojlantirish bo'yicha 5 yildan beri dars beraman va 5 yildan beri insonlarga, mingdan ortiq insonlarga xotirasidan qanday qilib to'g'ri foydalanish orqali ma'lumotlarni tezroq, sifatliroq va uzoq muddatga eslab qolishni o'rgataman. Xo'p, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugungi mavzumiz til o'rganishdagi muammo, ya'ni xorijiy so'zlar yodlash. Ko'pincha xorijiy so'z yodlaymiz, lekin ozgina muddat o'tgandan keyin esimizdan chiqib ketadi. Yoki esla olmaymiz. Bugun shular haqida gaplashamiz. Ya'ni nimaga unaqa bo'ladi? Qachon esimizdan chiqib ketadi? Necha foizi esimizdan chiqib ketadi? Qanchasi saqlanib qoladi? Shular haqida gaplashamiz. Agar bu darsni oxirigacha ko'rib tushunadigan bo'lsangiz, siz oldindan bilasiz ma'lumot qachon esingizdan chiqib ketishini va oldindan bilasiz qanchasi saqlanib qolishini va qanchasini unutishingiz haqida. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, demak, boshladik va oxirida men sizlarga tushuntirib ketaman. Mnemonika orqali qanday qilib kamroq unutib, tezroq uzoq muddatga saqlab qo'yish haqida tushuntirib o'tib ketaman. Demak, darsimizni boshladik. Germaniyalik ruhshunos, olim, ya'ni psixolog Hermann Ebbinghaus 1800 va 1885-yillari o'zi o'ylab topgan, umuman notanish va qanaqadir bir tarjimasi ham, ma'nosiga ham ega bo'lmagan 2300 dan ortiq so'z eslab qolgan. O'zi yozib, o'zi eslab qolgan. Va ilmiyotga kirib kelgan, mana shu grafik orqali u juda ham tez mashhur bo'lgan. Endi inson oddiy yodlash orqali necha foiz ma'lumotni eslab qoladi va necha foiz ma'lumotni unutadi va qancha muddatda, qancha vaqtda unutib oladi, qancha vaqtda eslab qoladi. Shu haqida bitta grafik o'ylab topgan. Va bu grafik Ebbinghaus unutish yo'yi sifatida tan olingan. Ya'ni bu degani unutish qoidasi degani. Siz yodlagan xorijiy so'zlaringizni qachon unutasiz? Shu haqida hozir gaplashamiz. Demak, eslab qolish, siz ma'lumotni yodlashni boshladingiz. Deylik, 30 ta yoki 50 ta so'z yodlashni boshladingiz. Yodlashni boshlaganingizdan keyin taxminan 10 daqiqani ichida siz ma'lumotni 100% esingizda turadi. Va taxminan 20 daqiqa o'tgach, 20 minut o'tgach, ma'lumotning 42% ni unutib olasiz. Tushunyapsizmi? Bu aniq raqamlar, bu aniq bir qanaqadir havodan olingan raqamlar emas. Taxminan 41 yoki 43 bo'lishi mumkin, lekin taxminan unutasiz 42% ma'lumotni. Va bu degani 50% dan ko'proq, ya'ni 58% ma'lumot esingizda qoladi. Eslab qolasiz 20 daqiqadan keyin. Xo'p, taxminan 1 soatdan keyin, ya'ni 1 soatdan keyin 56% ma'lumot esingizdan chiqadi. Ma'lumot unutiladi. Bu degani 44% ma'lumot esa eslab qolinadi. Ya'ni esingizda qolgani 44% bo'ladi. Xo'p, taxminan 1 kun o'tgandan keyin 67% ma'lumotni unutasiz. Eslab qolgan ma'lumotingiz esa 33% bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bir kunning ichida siz 24 soatdan keyin deylik, xo'p, 67% ma'lumotni shunchaki unutib olasiz. Oddiy yodlasangiz, oddiy qayta takrorlab yodlab o'tiradigan bo'lsangiz. Bu degani faqatgina 33% ma'lumot esingizda qoladi. Shuning uchun ham ko'pincha siz yodlaysiz, ertasi kuni esingizdan chiqib ketadi. Yoki bir kun o'tib esingizdan chiqib ketadi. Bu degani 33% ma'lumot esingizda bor degani. Bir kundan keyin deylik 67% ma'lumot ko'pincha esingizda qoladi. Bu sizning xotirangizni qanchalik ishlatganingiz va qanchalik ishlatmaganingizga bog'liq. Xo'p, endi bir haftadan keyin taxminan 78% ma'lumotni siz unutasiz, esingizdan chiqarasiz. 78% ma'lumot. Bu degani 22% ma'lumot eslab qolinadi. Ya'ni esingizda qolgani 22% bo'ladi atiga. Tushunyapsizmi? Xo'p, bir oydan keyin nima bo'ladi? Bir oydan keyin 90% ma'lumot unutiladi agar oddiy yodlaydigan bo'lsangiz. Faqatgina bu 5-10% deyilgan. 2%, 1%, даже 0% ham bo'lishi mumkin. 5-10% ma'lumot esingizda qoladi. Tushunyapsizmi? Qachonki 100% yodlagan ma'lumot bo'lsa, shunda ham. Xo'p, Ebbinghaus unutish joyi, ya'ni unutish qoidasi aynan mana shunaqa ishlanadi. Xo'p, vaqt oralig'i 20 minut, 1 soat, 1 kun, 1 hafta, 1 oy. 90% ma'lumotni 1 oyda unutasiz. 78% ma'lumotni 1 hafta o'tgandan keyin unutib olasiz. 67% ma'lumot unutiladi 1 kun o'tgandan keyin, ya'ni 24 soat o'tgandan keyin.
va 1 soat ichida 56% ma'lumot unutib yuboriladi. Agar mnemonika orqali, ya'ni super yodlash usullari bor mnemonikada. Mnemonika orqali xorijiy so'zlarni yodlaydigan bo'lsangiz, nafaqat xorijiy so'zlar, u tarixiy yil va sanalarmi, test javoblarimi, deylik, imtihonga topshirmoqsiz, prava olmoqsiz. O'sha prava olmoqchimisiz yoki qaysidir tilni o'rganyapsizda, yozilishini eslab qolmoqchimisiz? Nimani eslab qolishingizdan qat'iy nazar, har qanday ma'lumotni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, mnemonika orqali siz super yodlash darajasiga chiqsangiz bo'ladi. Juda ham katta tezlikda. Bu degani, deylik, agar oddiy yodlaydigan bo'lsangiz, 2 soatdan 4 soatgacha yodlagan ma'lumotingizni mnemonika orqali yarim soatdan 1 soatgacha eslab qolsangiz bo'ladi. Tushunyapsizmi? Oddiy yodlaydigan bo'lsangiz, 20 minutda 42% unutasiz. Ya'ni unutiladi 20 minutda. 1 soatda 56%, даже yarim foizi esda qolmaydi 1 soatda. Agar bu mnemonika orqali yodlanadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Xo'p, raqamlar o'zgaradi. Deylik, mana sizlarga bu yerda yana ham aniqroq tushuntirganman. Xo'p, mnemonika orqali super yodlash bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yodlaydigan bo'lsangiz, ma'lumotni 1 soatda 44% unutgan, ya'ni oddiy xotira bilan unutgan ma'lumotingiz 1 soatda bu endi boshlagan, endi mnemonika bilan tanishgan insonlardagi. Agar 1 oylab, 2 oylab xotirangizni rivojlantirib, mnemonika bilan shug'ullangan bo'lsangiz, bu 90+ bo'ladi. Xo'p, endi 20 daqiqadan keyin 58% ma'lumotni unutadigan bo'lsangiz, bu yerda oddiy endi boshlagan mnemonika bilan shug'ullangan inson 90-95% ma'lumotni esida qoladi. Tushunyapsizmi? Siz 20 daqiqadan keyin oddiy yodlash bilan teng yarmi esidan chiqsa, mnemonika orqali deylik 5-10% esidan chiqadi. 90%, 95% ma'lumot esida qoladi. Xo'p, agar 1 soat vaqt o'tgandan keyin yodlaydigan bo'lsangiz, 1 soatda siz mnemonika orqali 80-85% ma'lumotingiz esingizda turadi. Hozir nimaga bunaqa bo'lishini ham hozir tushuntiraman. Miyaning o'sha 4 ta ilmiy mexanizmi ishga tushadi bu yerda. Mnemonikani ishlatganingizda. Xo'p, 1 kun o'tgandan keyin 33% ma'lumot esingizda qoladi. Tushunyapsizmi? Mnemonika orqali 1 kun yodlagan ma'lumotingizdan keyin, 1 kundan keyin 65-75% ma'lumot esingizda qoladi. Xo'p, 1 hafta o'tgandan keyin bu 20% bo'ladi. 1 hafta o'tgandan keyin mnemonika orqali esa 55-65% bo'ladi. Ma'lumot esingizda qoladi. Tushunyapsizmi? 1 oyda ma'lumot 5%, даже undan ham kam bo'ladi, 10% bo'ladigan bo'lsa, 1 oyda oddiy endi mnemonika bilan shug'ullangan odamni ma'lumot xotirasida qolishi 40%, 60% bo'ladi. Farqni ko'ryapsizmi? Farqni ko'ryapsizmi? Ya'ni kam vaqt sarflab turib, ko'proq ma'lumot uzoq muddatga esida qoladi. Ya'ni kam harakat, tez natija. Mana shuni aynan mnemonika orqali amalga oshirsangiz bo'ladi. Agar mnemonika orqali 1 oylab shug'ullanadigan bo'lsangiz, 1 oylab, 2 oylab shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz deylik 1 haftada ma'lumot saqlab qolishingiz 90+ bo'ladi. 90% ma'lumot esingizda qoladi. Agar 1 hafta o'sha ma'lumotni eslaydigan bo'lsangiz, bu raqamlar o'zgarib ketadi. Bu sizni ko'proq xotirangizni shug'ullantirganingizga bog'liq. Ya'ni bizda bilsanglar agar qisqa muddatli xotira bor, uzoq muddatli xotira bor. Qisqa muddatli xotirada agar mnemonika orqali so'zlar yodlaydigan bo'lsangiz, nafaqat so'zlar, har qanday ma'lumot yodlaydigan bo'lsangiz, mnemonika miyaning 4 ta ilmiy mexanizmini ishga tushirib yuboradi. Bu degani tasavvur va obraz. Miyani tili tasavvurga moslashgan. Ya'ni siz bilan o'zbekcha gaplashyapmiz, ya'ni sizga o'zbekcha gapiryapman, siz o'zbekchani bilganingiz hisobiga meni tushunyapsiz. Agar men sizga xitoycha Tianji Liu desam, misol uchun, nima deganimni tushunmaysiz, to'g'rimi? Ya'ni biz bir-birimizni tushunishimiz uchun biz o'zbekcha gaplashamiz. Agar siz ma'lumotni miyangizga saqlamoqchi bo'lsangiz, ma'lumotni hammasini 100% eslab qolmoqchi bo'lsangiz, miyangizga tasavvur va obraz orqali ma'lumotni saqlashingiz kerak bo'ladi. Shundagina ma'lumotning katta qismi esda qoladi. Bu degani oddiy yodlashga nisbatan ahamiyat bering. Oddiy yodlashga nisbatan mnemonika orqali yodlaydigan bo'lsangiz, miya ma'lumotni 6 baravardan 10 baravargacha ma'lumotni zo'r saqlaydi, yaxshiroq saqlaydi, sifatliroq saqlaydi. Tushunyapsizmi? Ma'lumot sifatli saqlansa, ma'lumot sifatli eslanadi. Xo'p, demak, miyani tasavvur va obraz joyi ishga tushishi boshlaydi.
Keyingisi assotsiatsiya. Miyaning o'sha assotsiatsiyaga javob beradigan joylari ishga tushishni boshlaydi. Ya'ni assotsiatsiya nima degani? Miyangiz ichida eski ma'lumot bor va siz yangi ma'lumot yodlamoqchisiz. Va o'sha eski ma'lumotdan foydalangan holda miyaga o'sha yangi ma'lumotni tez va oson saqlaysiz va sifatli saqlaysiz. Miyada aynan shu ikkinchi mexanizmi juda ham zo'r ishlashni boshlaydi mnemonika orqali. Keyingisi emotsiya. Amigdala deyiladi. Amigdala nima? Amigdala bu shu miyaning bodonsimon shaklida bo'ladi miyada. Shu joyni, ya'ni emotsiya markazi hisoblanadi. Shu joyni ishga tushirib yuboradi. Ya'ni tan bilish, hid sezish, fantastik, quvongan, g'azablangan bir yana nima deydi? Emotsiyaga bog'liq joylarda ishga tushirib yuboradi. Shu narsa amigdala hisoblanadi. Endi siz masalan yoshligingizda kulgili, jirkanch yoki o'ta qattiq xafa bo'lgan shu yoshligingizdagi holatlaringiz, emotsiya bilan o'tgan bir tarixizni oladigan bo'lsangiz, o'zingizni ko'p esingizda qolgan. Ya'ni emotsiyaga bog'langan joylar. Emotsiyasiz paytlaringiz esa umuman esingizda qolmaydi. Ya'ni miyani shu emotsiyaga javob beradigan markazi, ya'ni amigdala hisoblanadi. Xo'p, endi shu narsa ishga tushgan hisobiga, miyaning shu mexanizmi ishga tushgan hisobiga mnemonika orqali siz ma'lumotni yana ham zo'r mustahkamlaysiz, yana ham zo'r saqlab qo'yasiz. Tushunyapsizmi? Xo'p, mnemonika orqali bu narsani amalga oshirsa bo'ladi. Endi faol eslash. Agar bu tasavvur, assotsiatsiya, emotsiya ishlaydigan bo'lsa, mnemonika orqali ishlatsangiz, faol eslanadi. Ya'ni bular ma'lumotni faol saqlagandan keyin ma'lumotni eslash juda ham oson bo'ladi. Ya'ni sifatli saqlasangiz, sifatli eslaysiz. Siz eslolmasligingizni sababi sifatli saqlamagan bo'lasiz. Nimaga bu narsa ko'pincha ishlamaydi? Nimaga tez unutiladi? Bu yerda nimaga tez unutilmaydi? Chunki miya bu ma'lumotni yodlash paytida hech qanaqa bir ma'no ko'rmaydi. Hech qanaqa bir emotsiya ishlatilmaydi bu yerda. Shuni hisobiga kam eslab qolasiz va shuni hisobiga tez unutasiz. Mnemonika orqali bu yerda juda ham o'sha xotirani, o'sha qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira bor. Qisqa muddatli xotirada amigdala nima deydi? Amigdala aytadi, bu narsani o'chirib yuborma deydi. Emotsiya orqali yodlangan ma'lumotni shu qisqa muddatli xotiraga o'tkazgandan keyin bu narsani o'chirib yuborma deydi. O'chmaydi. U keyin ya'ni miyaning turli xil po'stloq osti zonalariga joylashib boshlaydi. Xuddiki mana masalan agar qaysidir bilimni o'rganishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu bilimni qayta o'rganadigan bo'lsangiz, emotsiyangizga ta'sir qilsa, assotsiatsiyaga ta'sir qilsa, tasavvur orqali faol o'sha bilim bo'ladigan bo'lsa, o'sha bilim sizda keyinchalik amalga oshishni boshlaydi. Ya'ni biz bilamiz, lekin amalga oshira olmaymiz. Ya'ni bilgan narsamiz amalga oshmaydi, to'g'rimi? Ko'pincha. Bu degani sizni miyangizda yetarlicha bilim yo'q. Bilim bo'lsa ham shunchaki bilasiz xolos. U narsa miyangizda qayta takrorlanmagani hisobiga, mana shu 3 ta 4 ta mexanizm miyada yaxshi ishlamagan hisobiga, miya u ma'lumotni biladi, lekin amal qilmay yuraveradi. Tushunyapsizmi? Amal qilish uchun bu narsa juda ham faol bo'lish kerak. Ma'lumot o'ta faol bo'lish kerak. Bu 3 ta mexanizm juda ham yaxshi ishlashi kerak. Xo'p, amigdala nima deydi? Amigdala mana shu ma'lumotni saqla, o'chirib yuborma deydi-da, qisqa muddatli xotiraga jo'natadi. Qisqa muddatli xotira bu narsani kodlaydi-da, uzoq muddatli xotiraga jo'natadi. Uzoq muddatli xotiraga jo'natadi. Oddiy yodlashda esa bu 4 ta mexanizm ishlamaydi. Ishlamaydi va siz shuni hisobiga ma'lumotni qancha ko'p qayta takrorlab yodlasangiz, shuncha ko'p tez unutasiz. Xorijiy so'zlarni yodlash bo'yicha esa men YouTube ga o'sha agar yaxshilab qidiradigan bo'lsangiz, xorijiy so'zlarni yodlash bo'yicha 1980-yili o'sha Stanford universiteti professori Richard Atkinson tomonidan o'ylab topilgan mnemonika orqali yodlanadigan TOG usulini bepul joylab qo'yganman. Hoziroq o'sha YouTube ga kirib qidiradigan bo'lsangiz, bu usulni siz topsangiz bo'ladi. Va mnemonika orqali xorijiy so'zlarni yodlaydigan bo'lsangiz, ishonavering, bir oyda deyarli 3000 ta 4000 ta so'zni 100% eslab qolishni o'rganasiz. Xo'p, endi sizlarga bitta tavsiya, agar mnemonika orqali ma'lumotlarni yodlaydigan bo'lsangiz, mana shu mexanizmdan kelib chiqib, ishlash mexanizmidan kelib chiqib turib, ma'lumotlarni qayta takrorlash paytidan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Men yaqinda o'zimning o'sha 1 oylik mnemonika bo'yicha, ya'ni xotiramizni qanday qilib ishlatamiz, qanday qilib unutmaslik mumkin,
Qanday qilib xotirani, har qanday ma'lumotni katta tezlikda tez va oson eslab qolsak bo'ladi. Tasavvur qanaqa ishlatsak bo'ladi, to'g'ri ishlatish usuli bor. Bu juda ham katta mavzu. Assotsiatsiya qanaqa ishlatsa bo'ladi, emotsiyani to'g'ri ishlatish usuli qanaqa? Faol eslash muddati qancha bo'ladi, qancha vaqtda biz faol eslasak bo'ladi. Mnemonika haqida ya'ni 1 oylik kurs qilyapman. U yerda xorijiy so'zlarni eslab qolish, tarixiy yil va sanalarni eslab qolish va xotirangizni 50 baravargacha kuchaytirsangiz bo'ladi. Shular haqida o'rgataman. Prava topshirayotgan bo'lsangiz, mana tez javoblarni eslab qolsangiz bo'ladi. Yil va sanalar, raqamga bog'liq ma'lumotlar, xotirangizni kuchaytiruvchi o'ta kuchli, dunyodagi eng kuchli tizimni tuzishga yordam beraman. Va 1 oyda xotirangiz 50 baravargacha kuchaytiruvchi usullarni o'rganib, xotirangiz hozirgi holatingizdan juda ham kuchli bo'ladi. Bu degani har qanday institutga, har qanday ishga sizni xotirangiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, deyarli eplab ketasiz. Va undan tashqari super diqqatga ega bo'lasiz. Super diqqatga ega bo'lasiz degani, yodlash paytingizda hech qanaqasiga chalg'imasdan dars qilishni o'rganasiz. Dars qilishni o'rganasiz. Bu degani kimdir yarim soat, 1 soat dars qiladi, lekin xayol joyida emas. Juda ham ko'p chalg'iydi. Agar diqqat joyida bo'lmasa, xotirani ishlatishi, ya'ni bu usulni ishlatish juda ham qiyin bo'ladi. Men sizga qanday qilib 5-6 soatlab chalg'imasdan diqqatingizni super darajaga keltirib ishlashni o'rgataman. Va undan tashqari bonus sifatida qo'shib beraman. Agar o'rganadigan bo'lsangiz, qanday qilib o'zingizda zararli odatlaringizni yo'qotishni, ya'ni masalan zararli odat deganda mana telefon, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish. O'ta ko'p befoyda vaqtingizni telefonda o'tkazasiz, to'g'rimi? Agar shu ketishingiz bo'lsa, va 1 yildan keyin o'zingizni qanaqa hisoblaysiz? Nima bo'lasiz, kim bo'lasiz, nimani o'rgana olasiz? 2026-yilda agar mana shunaqa befoyda zararli odatlaringiz deb turib, vaqtingizni o'tkazib yuraversangiz, siz nimadir o'rgana olasizmi? Menimcha yo'q. Agar zararli odatlaringizdan qutulishni o'rgansangiz, ya'ni telefondan chiqishni o'rgansangiz, bu sizga bonus sifatida, dars sifatida qo'shib beriladi. Mnemonikani o'rganganingiz uchun sizda qanaqa holat o'zgarish bo'ladi? Ya'ni telefondan foydalanadigan bo'lsangiz ham, telefondan to'g'ri foydalanishni o'rganasiz. Befoyda vaqtingizni o'tkazishni to'xtatasiz. O'zingizni ustingizda ishlashni va maqsadlaringizni aniq qo'yishni o'rganasiz. Dangasalingizni yengishni o'rganasiz, aynan maqsad qo'yish orqali. Va keyingi bonusimiz, miyangizdagi kerak emas ortiqcha fikrlardan xalos bo'lasiz. Ya'ni miyangizda o'ta ko'p kerak emas ortiqcha fikrlar bor. Bu narsa sizni tinmasdan energiyangizni yeydi. Energiyangiz yegan hisobga siz borgan sari erinchoq bo'lib qolasiz. Erinchoqlik degani energiya yo'q degani. Ya'ni siz nimadir oddiy ish qilishga turib 10 ta so'z yodlashga erinasiz, to'g'rimi? Aynan mana shu narsani siz yo'q qilasiz. Bu degani siz bemalol xohlagan ishingizni har qanaqa vaqtda qilishni o'rganasiz. Vazifalaringiz qolib ketmaydi. Va undan tashqari prokrastinatsiyani o'rganasiz. Prokrastinatsiya nima degani? Prokrastinatsiya muhim ishni 1 haftadan keyingi, 1 oydan keyingi cho'zmaysizda, hozir qilishni o'rganasiz. Bizda qanaqa ko'pincha prokrastinatsiya muammosi shunaqaki, hozir muhim emas, umuman qanaqadir oddiy ishlarni qilib yuradi-da, vaqtim yo'q degan bahonaga o'tib oladi. Mana muhim ishni qil desa, yo'q, vaqtim yo'q deydi. Mana buni qil, yo'q, vaqtim yo'q deydi. Bu bahona, ya'ni bahonachi inson. Bahona qilib muhim ishlarni keyinga surib yuraveradi va oxiri muddat kelganda odam tipirchilashni boshlaydi. Voy, uni qilishim kerak, voy, buni qilishim kerak deydi. Agar yilingizni prokrastinatsiya bilan, erinchoqlik bilan, dangasalik bilan o'tkazsangiz, dangasa bo'lsangiz, erinchoq bo'lsangiz, ishlaringiz qolib ketaversa, keyinga surib yuraversangiz, mana shu yili siz o'zingiz xohlagandek natija qila olasizmi? Til o'rgana olasizmi? Yaxshiroq daromad topa olasizmi? Til o'rganganingizdan keyin mana ko'pchilik chet elga ketmoqchi, to'g'rimi? Chet elga ketishingiz uchun, u yerda qiynalmasligingiz uchun bu yerda tilni zo'r o'rganishingiz kerak. Tilni tezroq o'rganishingiz uchun sizga kuchli diqqat, e'tibor va kuchli xotira kerak bo'ladi. Va o'zingiz ustingizda ishlash uchun aynan dangasalik, erinchoqlik va prokrastinatsiyani yo'qotishingiz kerak. Va undan tashqari sizga qo'shimcha bonus sifatida beriladi intizom. Ya'ni intizomni shakllantirish. Bu degani intizom nima degani? Intizom kayfiyat bo'lish bo'lmasiga qaramasdan, ish yoqmasiga qaramasdan davomiy qilish, ya'ni boshlashda va davomiy qilish. Ko'pincha insonlar nima qiladi? Boshlaydi, tashab qo'yadi. Boshlaydi, 2 oy o'tib tashab qo'yadi. Siz intizomni shakllantirish orqali boshlagan ishingizni davomiy qilishni o'rganasiz. Bu narsa sizni maqsadingizga yana ham tezroq o'rgatadi, yana ham tezroq olib boradi. Nima deb o'ylaysiz agar intizomni shakllantirmasangiz? Ya'ni davomiylik bo'lmasa, o'zingizni boshlaysizda, lekin davomiy qila olmasangiz, maqsadingizga yeta olasizmi? O'zingiz xohlagan sharoitni qila olasizmi kelajagingizda? O'zingiz xohlagan daromadga chiqa olasizmi agar intizom bo'lmasa?
Disiplina, intizomli bo'l deb turib juda ham ko'p motivatorlar gapiradi. Lekin qanday qilib shu intizomni shakllantirish kerak? Qanday qilib men soat 10 da uxlab turib, ertalab soat 5 da tura olishim kerak. Va 5 da tura olgandan keyin vazifamni qila olsam bo'ladi. Tushunyapsizmi? Qanday qilib men o'zim xohlamagan paytda ham darsni qilib ketsam bo'ladi. Mana shu narsa intizom bo'ladi. Aynan intizomni shakllantirganingizdan keyin hayotingizda butunlay katta o'zgarish bo'ladi va uyquni to'g'irlash haqida, qanday qilib uyquni to'g'irlab intizomli bo'lsa bo'ladi. Qanday qilib vazifalarni vaqtida qilsa bo'ladi. Qanday qilib dangasalik va yangilikchoqlikdan qutulsa bo'ladi. Shular sizga bonus sifatida qo'shib beriladi. Agar qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizga yana nimalar o'rganishingiz haqida qo'shimcha ma'lumot beraman. Pastda shu izohlarga mnemonika so'zini yozib qoldiring va link tashlab qo'yaman, Telegram linkini. Telegram linkiga o'tib, biz yoki siz mnemonikani haqida qo'shimcha ma'lumot olmoqchiman desangiz, men sizga qo'shimcha ma'lumot tashlab beraman va nimalar o'rganishingiz haqida, hayotingiz qanchalik yaxshilanishi haqida, qanchalik ko'proq daromad topishingiz haqida, qanchalik tezroq til o'rganishingiz haqida qo'shimcha ma'lumotlar o'sha yerda shu ko'rganingizdan keyin, ma'lumotlar ko'rganingizdan keyin o'zingiz bilasiz, ha, demak bu narsa sizga o'ta katta yordam berishi kerakligi haqida. Xo'p, yana bir marta qayta takrorlab o'taman. Xorijiy so'zlarni eslab qolish bo'yicha YouTube'da bepul dars turibdi. Xotir olmang. U narsa chuqurroq o'rgatiladi aynan mnemonika darsida. Xo'p, dars foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yib, izohlarga foydali bo'ldi deb turib yozsanglar, juda ham xursand bo'laman. Va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu haqida mana shunaqa bepul darslar haqida men yana ham qo'shimcha sizlarni qo'llab-quvvatlashingizga qarab video darslar joylab boraveraman. Bepul. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, xotiringlarni rivojlantiringlar, miyanglarni rivojlantiringlar.